payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik va bu iymonimizni tasdiqi o'laroq biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima azizlar, bu bizni musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir, guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham azizlar dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh, guvohlik beramanki Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohning boru birligiga, Allohning haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz